Assalomu alaykum aziz shaxmat muxlislari, Shaxmat saltanati kanalining obunachilari va mehmonlari. Bugungi mavzuyimiz so'ralgan mavzulardan biri, ya'ni Sitsiliancha himoya deb ataluvchi debyut tizimi va uning drakon himoyasi yoki drakon varianti, o'zbekchasiga ajdaho varianti bo'lsa kerak. Ana shu tizimni biroz kirish qismini ko'rib chiqamiz birgalikda. Umuman debyut tizimlari haqida gapirar ekanmiz, ularni aytib o'tganmiz. Bir necha guruhga bo'linadi. Ochiq, yopiq, yarim ochiq va yarim yopiq degan debyut turlari bor. Ana shulardan Sitsiliancha himoya yarim ochiq debyutlarga kiradi. Ya'ni bunda odatda mana Y2 Y4 oqlarning yurishiga simmetrik Y7 Y5 emasda C7 C5 ya'ni asimetrik yurish amalga oshiriladi. Debyutning g'oyasi aynan mana shu asimetriyaga asoslangan. Ya'ni Y7 Y5 yurganida ko'pincha shoh gambitini qo'llashlari yoki boshqa bir tizimlar vujudga kelishini oldini olish uchun qoralar o'yinni tenglashtirishga va kezi kelganda g'alaba qozonishga harakat qiluvchi tizim hisoblanadi. Juda ham ko'p variantlari bor. Deyarli barcha chempionlar, adashmasam faqat Stenisdan tashqari barcha chempionlar ushbu debyutga jiddiy murojaat qilganlar. Hatto hozir amaldagi jahon chempioni Magnus Carlsenda ham aynan drakon varianti uchrab turadi. Va bu tizimni qo'llab qoralar birmuncha ko'proq g'alabalarga erishganlar. Xo'p, keyingi yurishlar demak ot F3 va D6. D6 yurishining maqsadi mana bu ko'k chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Birinchidan albatta ko'rinib turgan yaqqol C8 dagi filga yo'l ochildi uning o'yinga kirishi uchun. Qolaversa D6 da turgan piyoda ko'rib turibsiz Y5 va C5 kataklariga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Ushbu kataklarni mustahkamlayapti. Boshqacha qilib aytganda C5 piyodasini himoya qildi, Y5 katagini o'z nazoratiga oldi. Mana shunday g'oya ushbu yurishda. Oqlarda esa markazni egallashga bo'lgan harakat D4, CD va endi albatta ot D4. Farzand D4 unchalik yaxshi emas, tushunib turibsiz buni. Ot C6 dan so'ng temp bilan, ya'ni surat bilan ot o'yinga chiqib oladi. Va mana shu holatda qoralarda g'oya mana otni bevosita F6 ga olib o'tish imkoni bor. Agarda tasavvur qiling, piyoda D6 da turmagan bo'lganida bunday variant ham bor. Sitsiliancha himoyada Rubinstein varianti. Unda piyoda, oq piyoda Y5 ga surilar edi, ot yana o'z o'rnini o'zgartirishga majbur bo'lardi. Ko'pincha bu D5 ga, keyin C3 da otga almashinib ketar edi. Ya'ni bir necha yurish qilib ot almashinib ketar edi. Natijada oqlarda ancha faol vaziyat yuz berar edi. Hozir endi piyoda D6 da turar ekan, Y5 piyodasini oqlar sura olmaydilar. Mana shunday g'oya. Va endi Y4 piyodasi xavf ostida edi. Ot C3 da turib Y4 ni himoya qildi va albatta mana bu yerda D5 katagini nazoratga olyapti. Chunki ko'pchilik variantlarda aynan Sitsiliancha himoyada ko'rib turibsiz, ko'k chiziqni D6 D5 piyodasini surib olinishi qoralar uchun o'yinni tenglashtirishga, kerak bo'lsa ustunlikka olib boruvchi asosiy g'oyalardan biri hisoblanadi. Endi albatta buni shu zahotiyoq qilish kerak emas. Kezi kelganda, bunga imkoniyat topilganda shu yurishni amalga oshira olsa qoralar ancha faol vaziyatga ega bo'ladilar. Va nihoyat mana endi asosiy yurish bu J7 J6. Mana bu holat o'sha drakon varianti hisoblanadi. Nima uchun? Chunki mana yashil
hoshiyaga olingan piyodalarning turishiga e'tibor bering, go'yoki o'sha ajdahoning tasvirini eslatar ekan. Mana shu tufayli drakon ajdaho varianti deb nom berilgan. Bu nomni boshlanishi Ukrain masteriga tegishli degan tarixiy ma'lumotlar bor. Bu yerda aytaylik, bu yurishni amalga oshirmasdan, ya'ni J6 dan ko'ra A6 ham ko'p uchrab turadi. A6 bilan aytaylik B5 katagiga ot yoki filni kelishini oldi olinadi. Bu Naydor tizimi bo'lar edi. Bunga kezi kelganda biz boshqa videolarimizda to'xtalib o'tamiz. Va mana bu holatda endi oqlarda ham bir qancha rejalar bor. Rejalar shu zahotiyoq F piyodasini oldinga surish bilan bog'liq g'oya yoki bo'lmasam klassik g'oya deyiladi. Aytaylik, filni E2 ga rivojlantirib, mana shunday tizim ham bo'lishi mumkin. Fil J7, rokirovka va bunday o'yin ham bo'lishi mumkin. Lekin bu sitsiliancha himoyada oqlarning birmuncha passiv o'yini deb atasak bo'ladi, yoki teoriyani u qadar to'g'ri talqin qilinmasligi deyish ham mumkin. Nima uchun? Qoralarda aniq g'oyalar bor. Ularda C yarim ochiq vertikali bor, fianketa qilingan fil bor, ya'ni farzand qanotida faollik qilish uchun qoralarda asoslar yetarli. Oqlar qayerda faollik qiladilar? Agar shoh qanotida faollik qilish kerak bo'lsa, demak o'z shohini oldini ochishga to'g'ri keladi. F4 aytaylik, J4, H4 qilib, ya'ni xavf-xatarli o'yin olib borishga to'g'ri keladi. Shu tufayli drakon variantida odatda klassik o'yin bilan g'alabaga erishish birmuncha qiyinroq bo'ladi. Va asosiy variantlardan endi hozirda fil E3 hisoblanadi. Bu yugoslavcha hujum degan nomi ham bor. Maqsad nimadan iborat? Oqlarning maqsadi uzun rokirovkani amalga oshirish va H yo'lagi bo'ylab keyin J piyodalarini oldinga surib piyodalar shturmini amalga oshirishdan iborat. Qoralar esa o'z g'oyasida davom etadilar. Albatta filni fianketa qildilar va mana shu yerda qoralar kichik bir taktikaga tushib qolishlari mumkin. Shuni oldini olish kerak. Ya'ni mana bu J7 dagi fil juda ham kuchli fil. Bilamiz, buni biz eski hind himoyasida ham ko'rgan edik. Mana hozir drakon variantida ham ushbu fil ketadigan bo'lsa, agar qora shoh rokirovka qilingan bo'lsa qisqa tomonga, qora shoh zaiflashib qoladi. J7 katagi juda ham va hatto o'sha H6, F6 kataklari ham zaiflashib qoladi. Mana shuni oldini olish uchun qoralar qora katakdagi oq filni bartaraf qilishga harakat qilib ko'rishlari mumkin. Mana bunday tarzda, ya'ni bu u qadar to'g'ri bo'lmagan bo'lar edi. Mana bir yurish oldin agar shuni amalga oshirsalar, bu noto'g'ri bo'ladi. Bu tuzoqqa tushib qoladilar, chunki fil B5 dan kech berganidan so'ng endi shohni qochib ketish imkoni yo'q va uni ot bilan to'sadigan bo'lsa to'ra boy beriladi, fil bilan to'siladigan bo'lsa ot himoyasiz qoladi. Mana bunday taktikaga tushib qolishlari mumkin. Shuning uchun ham albatta fil J7, mana endi otni J4 ga yurish xavfi bor. Shuning uchun ham oqlar F3 ni yuradi, ya'ni J4 katagini mustahkamlab oldilar. Va endi rokirovka farzand D2 ko'ryapsiz, oqlar o'z rokirovkasini tayyorlamoqdalar uzun tomonga. Ot C6 va bu yerda ikkita yurish bor, ko'rib turibsiz. Filni C4 ga yoki mana bu tarzda uzun rokirovkani amalga oshirish mumkin. Uzun rokirovkadan so'ng mana nihoyat D5 yurishi amalga oshirildi. Bu yerda mana bunday qiziq variant bor. Bir piyoda qurboni bilan bog'liq. D5 katagida ko'plab almashinuvlar yuz berdi va ko'rib turibmizki, oqlarda bir piyoda ustunligi bor. Lekin bu yerda juda ham qiziq
tuzoqli variant bor ekan. Farzini C7 ga yurib ruhni qurbon beriladi. Agarda ruh urib olinsa esa endi ochib farzinga hujum qilinadi. Fil F5 va bu deyarli ikki yoqlama zarba, chunki mana e'tibor bering, fil ham farzin ham mod xavfini tug'dirgan, C2 katagiga hujum qilganligi bois va qolaversa oq farzin ham hujum ostida va endi majbur bo'ladi oqlar o'z farzinini ruhga almashtirib yuborib farzinga qarshi ikki ruh bilan o'ynashga, lekin ikki fil va farzin shohga ancha kuchli hujumni amalga oshirishi mumkin. Mana shu tufayli uzun rokirovka amalga oshirilganida hushyor bo'lishi kerak bo'ladi oqlar. Xo'p, agar fil C4 bo'lganida-chi, unda qanday o'yin davom etishi mumkin edi? Bunda fil D7 va endi uzun rokirovka, ruh C8. Mana qoralarning asl g'oyalari namoyon bo'lmoqda. C yarim ochiq yo'lagida ko'rib turibsiz, himoya qilinmagan fil joylashgan, qolaversa shoh bor va bu yerda aynan drakon variantining asosiy g'oyalari namoyon bo'ladi. Mana C yarim ochiq yo'lagi tobora ochilib bormoqda, shohga ruhning ta'siri yaqinlashib bormoqda. Lekin oqlar ham qarshi hujumga o'tmoqdalar. Mana qarama-qarshi qanotlardagi rokirovkalar va qarama-qarshi qanotlarda o'yin borishi mumkin. Va mana bunday almashinuv. Endi oqlar keskin hujum boshlayaptilar H5 ko'rinishida. Garchi bir piyoda qurbon qilib bo'lsa ham, mana nihoyat o'sha J7 katagidagi filni bartaraf etishga juda ham yaqin keldilar. Endi albatta filni almashtirib yuborish kerakmi yoki bo'lmasam hatto F8 dagi ruhni berib filni saqlab qolish kerakmi? Bu albatta qaysi variantni tanlash shaxmatchining o'z o'yin uslubiga bog'liq bo'ladi. Lekin mana shu yerda yana boshqacha tizimga ham o'tish mumkin ekan. Aytaylik, hozirda mana H5 ko'rinishida ham himoyalanish mumkin ekan qoralar. Bunda nima yuz beradi? Fil J5 ga kelmoqda. Chunki otni bartaraf qilib J4 ni surishga intilish bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa filni H6 ga yurishlari ham mumkin. Bunda qoralar ham qarshi hujumga o'tish imkoniga ega bo'ladilar va o'sha klassik sifat qurboni mana shu yerda amalga oshishi mumkin. Drakon variantida aytaylik, fil H6 da almashinib ketganidan so'ng mana bu tarzda juda ko'p uchraydigan sifat qurboni aynan sitsilyancha himoyada qarama-qarshi rokirovkalarda yuz beradi va ushbu zaif piyodaga endi hujum amalga oshirilib, ko'rib turibsiz, oqlar shoh qanotida, qoralar esa farzin qanotida faollikka erishishga harakat qiladilar. Aziz muxlislar, bu sitsilyancha himoya drakon variantining tanishuv qismi edi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday tizimda o'yin olib borish mumkin va qoralar ko'rib turibsiz, nafaqat durang qilishga, balki g'alabaga erishishga harakat qiladilar va ushbu debyut tizimida o'ynalgan juda ham chiroyli partiyalar ko'p. Kelgusida biz ana shu partiyalardan ham sizning e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz. Shaxmat saltanati kanalini kuzatishda davom eting. Biz esa sizning taklif va istaklaringizni doimo kutib qolamiz. Buguncha xayr, salomat bo'ling.